Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bitta besitkamiz tayyor bo'ldi, ko'rishlaring mumkin. Buni Toshkent viloyati Chirchiq shahriga qo'yib berdik, daryoni bo'yiga. Xo'p, buni razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri 6 metrga 3 metr bo'ldi. Laklab chiroyli qilib o'rnatganmiz. Buni yarimi baland pol bo'lgan, yarimi past pol bo'lgan. Yarimida stol qo'yib o'tirsa ham bo'ladi, bemalol ichlari pol bo'lgan. Pollarimiz ham shifon poldan tayyorlangan. Patologlari taxta faneri, tepalari tunika bilan yopilgan. Laklangan holatda bu yog'i. Bu yog'ning razmeri 2,5 ga 3 so'risi bo'lgan. Bunga ham hozir bir 10-15 tacha odam bemalol o'tirsa bo'ladi. Bu yog'iga ham bir 10 ta oshiqroq o'tiradi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Bundan ham kattaroq, kichikroq qilib tayyorlab beraveramiz. Bu oddiyroq varianti, bundan gulli qilib ham tayyorlab beramiz xonadonlar uchun. Hozir buni kichkinasi ham bor, o'shasini ham ko'rsataman. Mana ko'rishlaring mumkin. Buni kichikroq razmerdagisi bu yonida. Buni razmeri 3 ga 3 bo'lgan. Bu hamma joyi sasna materialdan ishlatiladi. Buni ham tepalari tunika bilan yopilgan, laklangan, tayyor holatda. Bunga ham bir 15 ta odam bemalol o'tirsa bo'ladi. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni bildirib o'tishlaring mumkin. Xohlasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib bitirib beramiz.